Bugun ba'zi bolalarimiz jizzaki bo'lib qoldi. Ayoli bitta aytganini salgina kirimni yuv deydigan bo'lsa, chala yuvib qo'yadigan bo'lsa, darrov jizzakiligi tutib ketadi. Yoki ovqatni ozgina sho'r qilib qo'ysa, yo tuz solish esidan chiqib ketadigan bo'lsa, darrov jizzakilik qiladi, so'kadi, gapiradi, boshqa qiladi. Oxiri jahl ustida shayton nima qiladi? Javobini ber deydi shayton aytadi. Ey muttaham, sen ham erkakmisan, javobini ber deydi shayton aytadi. Birinchi shayton ikkinchi shaytonga buyruq beryapti. Boyaga bola nima qiladi? Sira javobini berdim to'g'ri. Bu narsa yoshlarimizni o'rtasida juda ham ko'payib ketdi, birodarlar. Oilaga mustahkam bo'laylik. Ayol kishiga yaxshi gapirsangiz, birodarlar, ayol kishi hamma aytganingizni qiladi. Sen odoblisan, esingdan chiqib qolgandir-da. Uyda ozgina yaxshilab tozalamasa, bilaman vaqting bo'lmagandir uy tozalashga. Yaxshi tozalay olmayapsan. Keyingisi yaxshilab tozalab qo'yarsan deng. Boyagi sizni kelishingizga jonini jabborga berib bo'lsa ham tozalaydi. Qiladi. Bu hayotga hech kim yomon bo'lib dunyoga kelib qolmaydi. Hamma bir xil bo'lib dunyoga keladi. Faqat tarbiyalarda farq bo'ladi, birodarlar. Tarbiya o'z qo'limizda, birodarlar.